Davlenim ham chiqardi, oyog'im og'ridi. Boshimda mana shunday tomirlar loq qiladi. Assalomu alaykum. Doktor Shermatov ko'ruvchilar. Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidan doktor Shermatovni o'zini живой ko'rish uchun kelganman. Chunki men doktor Shermatovni 5 oydan beri YouTube'da ko'rib, Allohga behisob shukr necha yillik kasallarimdan yaxshi bo'ldim. Nima shikoyatlar bor? Meni shikoyatim shu ediki, o'tim damlardi, ichim dam bo'lardi, qabziyat bor edi, umuman damim tarqamas edi. Ichim har doim mana shunday ishib turardi. Katta bo'lib ketib qolardi. Katta bo'lib ketib qolardi. Shunda men Shermatov YouTube'da ko'rdim-ku, menga o'xshagan bir kasal shikoyat qilyapti ekan, Shermatov shunga javob beribdi ekan. Men ichimda qabziyat bor, qiynalaman doktor, nima qilishim kerak? degan paytida doktor Shermatov aytdi-ku, duvash qiling, magniy sulfatdan duvash qiling, garelka qo'ying, ana undan keyin nonni to'xtating. Iloji boricha parhez qiling. Men ana shuni hammasiga amal qildim. Men ko'p joylarga borib davolandim. Lekin o'zimda bunchalik yengillik sezmadim. Men uyda turib o'zim davolab shunchalik yengil bo'ldi mana shu magniy sulfatdan keyin. Allohga behisob shukr. Kelganimga shunchalar xursandmanki, bugun 4-kuni. Doktor Shermatovni massajchilar eng zo'ri shu ekan deb o'yladim kelgandan keyin. Chunki mana o'ng oyog'imda har doim tizada og'riq bor edi, kuchli edi. Mana shu og'riqdan salqin havo bo'lsa, mana shu tizam muzlab ketadi, oyog'im uchigacha umuman qon yurishmaganligi uchunmi bilmayman, muzlab turadi oyoqlarim. Bitta massajdan keyin mana shu tizam men yolg'on gapirmayapman. Men o'zimda bo'lgan narsani isbotlay deyapman. Mana shu tizamda birdan og'riq qo'ydi bitta massajdan keyin. Keyin ikkinchi massajga borganda so'radim massajchilardan. Nima uchun men oyog'im necha yil oyog'im birdan yaxshi bo'lib qoldi dedim. Nima uchun oyog'imda uchigacha muzlayotgan oyog'im sezyapti bu narsani. Biz dedi tomirlarimizni ochdik, opa dedi. Biz massaj qilib tomirlarni ochib, necha yildan beri ishlamagan tomirlarimiz ishlab ketdi, oyog'imiz uchigacha issiq bo'lib qoldi dedi. Qoyil qoldim. Mana doktor Shermatov tavsiyasi bilan lekin bu yerda Shermatovning qo'lida ishlayotgan qizlar, yigitlar hammasining muomalasi yaxshi ekan. Bu muomalasiga men juda besh ketdim. Yo'q, bunaqa deyman hali. Yo'q, deyman. Bo'lgan narsani aytaman men. Menga hech kim majbur qilgan yo'q. Gapir, bu yerga kel, shuni sen doktor Shermatov maqtadi, hech kim aytgan yo'q. Men bo'lgan isbotni aytyapman, ko'zimga ko'rgan narsani aytyapman.